Hi guys, welcome to Gaya Education. Today we will learn some phrases about way. Assalamu alaikum sağlıkdaşlar, yaxshimisizlar? Gaya ma'rifiga kelganligini qarshi olamiz. Bugun biz bir qancha so'z birikmamiz tugatamiz. O so'z birikmamiz way degan gap bilan munosabatli. Masalan, birinchi so'z birikmamiz bo'lsa in the way. In degan ichida the way degan yo'l degan gap. In the way degan yo'lda, yo'lning ichida degan gap. Masalan, please move this chair, it is in the way. Hab olmay u o'rindiqni yo'tib o'tgan bo'lsangiz, o'rindiq yo'lda ekan yoki biz manglagan yo'lga putlashib turibdi degandek. Masalan, yana bir misolga olsak, do your work in the way I have shown you. Do your work. Nima? O'zingizning xizmatini, ishingizni qiling. In the way. Usul bu nima? In the way I have shown you. Men siz ko'rsatib bergandek qiling degandek. Demak, in the way degan gapningki yo'lda degandan boshqa yana shu usul bilan men sizga deb bergan usul bilan degandek ma'nosi bor. Andan keyin yana bir so'z birikmamiz bo'lsa on the way. On degan ustida, the way degan yo'l, on the way yo'lda, ketib borgan yo'lda. Biz masalan bir yerga mangsak, maktab ketib borgan yo'lda yoki uy ketib borgan yo'lda degandek. Masalan, on the way to the station I bought some chocolate. Bekatga borgan yo'lda nima qildim? Ozroq shokolad sotib oldim degandek. Okay, for example, yana bir misol olsak, on the way to go home, uy qaytadigan yo'lda I met my friend. Uy qaytadigan yo'lda men bir do'stimni uchratib qoldim degandek. Okay, next one is in this way. In ichida this degan bu way. Demak, bu usul orqali mushundaq qilib degandek. Masalan, he saves old envelopes in this way. He has collected a great many stamps. O konvertlarni yig'ish orqali nurg'ulg'an qanaqadir postmarkalarga ega bo'ldi yoki postmarkalarni yig'di degandek. Next one is by the way. Yana bir so'z birikmamiz bo'lsa by the way. By degan orqaliq degan gap, the way degan yo'l degan gap. Bu yer ma'nosi yo'l orqaliqmi, yaqinda emas. Masalan, biz bir ishni unutib qolib yo bir gap to'satib yodimiz kelib qolgan bo'lsa, rost, eliqi degandek ma'nosi. Masalan, by the way, have you seen Tom recently? Sen yaqinda bir qanaqa qildingmi? Tomni ko'rdingmi? Degandek. For example, yana bir misol olsak, by the way, don't forget to call me. Aras menga telefon berishni unutib qolmagan deganik. Okay, the last phrase is in a way. Eng oxirgi so'z birikmamiz bo'lsa in a way. In degan ichi, a way degan yo'lning ichi. Bu nima degan gap desanglar? Mundaq qilib aytganda, ya'ni bu yerga asosiy maqsadimiz bo'lsa deganik. Masalan, in a way it is an important book. Mundaq qilib aytganda, u bo'lsa nihoyat muhim bir kitob degandek. Ladies and gentlemen, that's all for today. See you next time.